Mahsulotning o'xshamay qolishining sababi uni tanlay olmaslikmi? Ko'pchilik o'ylashadi, to'g'ri un tanladim, oliy navli unlardan foydalandim, mahsulotim o'xshaydi deyishadi. Lekin bu xato. Har bir unning ham o'ziga yarasha mahsulot turlaridan yaraladi. Masalan, oltin don, mo'tabar uni yoki shunga o'xshagan turon unlaridir. Har bir unning mahsulotlariga o'xshab chiqishi uning retsepturasiga qarab ishlashingizdadir. Aynan somsalar uchun turon unlarini tavsiya qilaman. Shundagina somsalaringiz varaq bo'lib chiqadi. Mo'tabar unlarini esa piroglar, kekslarga tavsiya beraman. Undagi namlikni un olib, xamiringiz suyulmasdan turib, judayam chiroyli piroglar yaraladi. Aksariyat uy bekalari uchvaralarini suvga solgandan keyin bo'kib ketishida yoki har doim bir xil qilyapman, negadir uchvaram yumshab ketdi, yopishqoq bo'lib qoldi deyishadi. Buning siri unda to'g'ri tanlay olmasligimizda ekan, qadrlilarim. Shunday ekan, oltin don unlarimiz aynan xamirlar uchun, chuchvaralar uchun, biskvitlar uchun, slayomniy kruassanlar, bulichkalar uchun judayam zo'r un turlari hisoblanadi. Shundagina sizning mahsulotingiz ideal darajada chiqadi. Qadrlilarim, unlarni turlariga ahamiyat bering. Retsepturangizga qarab unlarni tanlasangiz mahsulotingiz albatta bittada o'xshab chiqadi.